Ixchamda o'zingizni nomingizga olamiz. Tezroq yuring, o'tirmaymiz hozir. Keldinglarmi, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi, tuzimsizlar? Charchaymizlar? Xo'p, baland foizda kredit olib qo'yamiz aka? Baland foizda olib qo'ygan 55%. Kredit tarixingiz yaxshimi? Kredit tarixim yaxshi. Yaxshi, kredit bo'ladi, olib qo'yganlar. Xo'p, kimning nomiga olasizlar hozir? O'zimning nomiga olmoqchi edim. Ixchamda o'zingizni nomingizga olamiz. Ha, shu kelishib olinglar-da. Bularning nomlariga Ha, Qilamiz, a? o'zlarining nomlariga. bo'ldi, mana pulinglar tayyor. Hozir borib, ana eski kreditlarni yopib beraman. 300 milliondan oylik to'lovi 9 million 160 mingdan chiqyapti. Qoldiq summaga 17% aylanyapti. Bo'ladimi? Bo'ladi, juda ham yaxshi. Xo'p, dokumentinglarni taqdim qilsanglar, shu garovga yashab turgan joyinglarni qo'yasizlar. Ishlarni hal qilib beraman o'zim. Men bugun kreditlarni yopsa, ertaga pulinglarni chiqarib olamiz. Qolgan pulni olib ketsam bo'ladimi? Albatta 300 milliondan aka kreditingiz yopiladi. Xarajatlari va bu xarajatlarni sarf bo'ladi, har doim bilasiz, minimalni qilib beriladi. Ulardan tashqarisini olib keturasiz, qolganini o'zingizga qaytarib beriladi. Hammasi yozuv-tuzuv, shu hisob kitob bilan bo'ladigan narsalar. Ma'qulmi? Sizmi? Men aytganimni qilsangiz kam bo'lmaysiz. Yuring. Shunaqa aka. Rahmat. Keyin ham aytganlarimni qiling, ishingiz zo'r bo'laveradi. Dokumentingiz qolib ketyapti, do'stim.